Hayotingizda bo'layotgan har bir kechikish bu tasodif emas. Bu Allohning siz uchun tayyorlayotgan eng xayrli taqdirining bir bo'lagidir. Agar nikohingiz kechikayotgan bo'lsa, demak siz eng yaxshisiga, eng munosibiga loyiqsiz. Agar rizqingiz kechikayotgan bo'lsa, buning ortida katta bir saboq, katta bir baraka yashiringan. Agar bir inson sizdan uzoqlashgan bo'lsa, bu Allohning rahmatidir. Chunki Alloh sizni og'riqdan, noto'g'ri yo'ldan asrayapti. Agar biz Alloh biz uchun tayyorlayotgan taqdirni bilganimizda edi, shubhasiz yuragimiz rozi bo'lib, ko'zimizda yosh bilan shukr qilgan bo'lardik. Kechikish bu yo'qotish emas. Bu Allohning hali emas, sabr qil degan mehribon ishorasidir. Va uning ishorasi hech qachon adashmaydi.